Avtodiagnostika programma sohasida ishlaydigan akalarimiz uchun apparaturalar olib kelib qo'yganmiz. Sotuvda bor, launchlar, kattasidan, kichkinasidan hamma narsadan bor. Xo'p, mana bunaqa apparatlarimiz ham bor, konvolderlar, chip tuninglar, MD2, любой apparaturalarni Xitoydan ham, originalidan ham topib beramiz. Mabodosiga ishlatishga qiynaladigan bo'lsanglar, o'zimiz ham o'rgatib qo'yaveramiz. Qo'qonda ham, ya'ni Vodiyda ham, Toshkentda ham joyimiz bor. Toshkentga men o'zim qarayman. Vodiyga hozir kelganmiz, Qo'qon shaharida shu akalarimizni kutib olishadi. Aka, shogirdlikka oladigan bo'lsak, nima-nimalardan dars bera olasiz masalan? Shogirdlikka oladigan bo'lsak, xo'sh, birinchi ochilibdi avtodiagnostika. Skammatikda, bunaqa apparatlarda diagnostika qilishni o'rgatamiz. Plus kompyuterda programmalar yozishda, chitana qilish, shu davom etib ketishimiz mumkin. Chip tuningda, masalan, kimdir programmani o'zim xohlab, o'zim yasayman deyishi mumkin. Yoki korrektorovka qilishi mumkin. Zajigani, xolastoy xod, yana boshqa smslar bo'yicha ishlash xohlaganlar uchun chip tuningni ham o'rgatib qo'yamiz. Plus bizda alfametr bilan ishlashni ham o'rgatib qo'yamiz. Faqat alfametr o'zi bizda sotuvda yo'q, lekin o'rgatib qo'yamiz buni. Yana bizda boshqa imkoniyatlarimiz bor. Onlayn tunerda ishlashni ham o'rgatamiz. Bu sportivniy mashinalar uchun kim xohlasa o'zimiz yasab, komplekt qilib beramiz. Unda dostuplarimiz bor. O'rgatib ham qo'yamiz. Sportivniy mashinalarga turbo, atmo hammasini nastroyga qila oladi. Bizdagi xizmatlarimiz shu, xudo xolasa bemalol aloqaga chiqib kelisha oladi. Bo'ldi. Akalar, ko'rishinglar mumkin. Bu восстановлениeni ham o'rgatib beraveramiz, chip tuninglarni ham bemalol o'rgatib beraveramiz. Vodiyda, Qo'qon shahrida shu akalarimizga uchrashasizlar. Nomerlarni yozib qo'yaman pastda. Toshkentda bo'ladigan bo'lsa, o'zim bo'laman. Hammalarni kutib qolamiz. Joninglar sog' bo'lsin. Narxlarni kelishilgan holatda sizlarga yoqadigan qilib chiroyli narxlarda qilib beramiz.